Otaxon, sendan bitta kitob so'ramoqchi edim, senda bormi? Singapurdagi o'quvchi. Kitob o'ylab ko'rish kitob. Bola, menda ham bitta zo'r kitob bor. U rus shoirniki. Lekin uni o'zbek tilida tarjimasi ham bor. Keling, shuni men aytib beraman. Ichida nima borligini. Mening bobom aytar edi. Hayot kitobga o'xshaydi. Asosiysi sahifalarni almashtirishdan qo'rqmaslik. U bilan birga yashar edik. U mening sodda narsalardagi chiroyni ko'rishga o'rgatdi. Yomg'ir tomchilarida, eski fotolarda, tinchlikda. Lekin bir kun hammasi o'zgardi. Biz yangi shaharga ko'chib keldik. Bobom bu yangi bosqich bo'ladi dedi. Men unga ishondim. Men yangi maktabga hammasi boshqacha bo'lishini orzu qilar edim. Do'st topishimni, meni tushunishlarini, lekin men oddiy bo'lish jinoyat ekanligini bilmasdim. O'ylagandimki, bu yerda hammasi xuddi eski kitoblardagidek bo'ladi. Do'stlik, nomus, ular esa meni tasqara deyishdi. Xo'sh, Asilbek, senga ma'qulmi? To'g'risini aytsam, juda ham qiziqarli kitob ekan. O'ylayman, uyimga borib yana buni qidirib ko'raman. Rahmat. Berganingiz uchun. Xo'sh, qayerda to'xtadik? Bolalar, menda ham bir zo'r kitob bor. Keling, shuni o'qiymiz. Makillavorning o'rtasida rus shoirini aytmadi. Ruscha kitob, lekin u o'zbekcha Improvizatsiya qilganda faqat oxirida lekin gapingizdan bo'shanib aytib berishing kerak. Qara, hozir nima bo'lishini aytamiz deydi. Aytib beraman. Hozir nima bo'lishini aytib beraman. Hozir ichida nima bor? Ichida. Qo'yib qo'ydim. Okey. Gulini ol. Siqilib o'tir. Anaqa qani Desa, как будто qara. Och. Och. Sanga Boshqitdan. 1 2 3 da ot. Boshqitdan. Michael Jordan da. Kulma. Kep turib otasan. O'sha joyingga turdi ot. Furruq. Siqilgan odam. Sen yaqinroq. Yo'q, tushyapsan. Prikинь.